Assalomu alaykum. Bugun tazamiy teoremasini isbotini ko'ramiz. Tazamiy teoremasi nima deydigan? Demak, A, B, C, D qavarliqli burchak diagonallar o'tkazilgan va o'sha qavarliqli burchakni tashqi aylantirishimiz mumkin bo'lsa, mana shu ifoda bajariladi. Diagonallar ko'paytmasi mana bu A, D bilan B, C ko'paytmasi qarama-qarshi tomonlari ko'paytmasiga A, B va C, D ko'paytmani yig'indisi. Demak, mana shu ifodani isbotlashimiz kerak. Endi bunda aylanani hosillardan foydalanamiz. Agar mana burchakni alfa desak, bu burchak ham alfa, chunki A, B yoyiga tiralgan. Demak, xuddi shunday mana burchakni beta desak, bu ham beta bo'ladi. Endi mana burchakni gamma desak, bu burchak ham gamma bo'ladi, chunki bitta mana yoyiga tiralgan bo'ladi. Demak, biz burchaklarni belgilab oldik. Mana burchakni masalan fi desak, bu burchak ham fi bo'ladi. Tushunyapsizlar? Alfa, beta, gamma qilib belgilab oldik. Demak, hamma burchaklarni demak, mana yoyiga tiralgan alfa, bu yoyiga tiralgan gamma va mana bu yoyiga tiralgan fi burchaklar. Endi biz mana shu yerdan bitta shunaqa aniq qilib olamiz. K nuqta olamiz, va mana burchakni ham fi deb olamiz. Nimaga fi deb oldim? Ya'ni faraz qilaylik, xuddi mana shunaqa burchak mana shu yerdan yasadik mana shunaqa. K nuqtaga borib tutasiz, shu to'g'ri chizamiz va ular orasida burchak fi bo'lsin. Endi mana bu esa gamma minus fi bo'ladi. Demak, mana shu. Demak, bu yerda endi burchaklarni yozib oldik. Endi o'xshash uch burchaklardan foydalanamiz. Masalan, demak, uch burchak AK, D o'xshash uch burchakka AC birga. Xo'p, chiroyli qildik. Xo'p. Uch burchak ADK. Uch burchak ADK AC birga. Nega? Demak, alfa burchak uchlari mana burchak, buniki ham alfa, keyin fi burchak, bunda ham fi burchak bor. Keyin mana alfa, beta plus gamma. Beta plus gamma bu yerda qarang. Mana burchak nimaga teng? Mana burchak bu yerda mana ikkalasining yig'indisi. Xo'p. Mana burchak, mana bu uchinchi burchak, mana bu beta plus gammaga teng. Chunki beta plus gammaga teng. Mana ikkalasining yig'indisi gamma bo'lib ketadi. Demak, beta minus gamma mana burchak esa beta plus gamma bo'ladi va o'sha 180 dan ayrilgan bo'ladi. Demak, bu esa beta plus gamma bo'ladi. Demak, K burchagimiz beta plus gamma, B burchagimiz esa beta plus gamma. Demak, uchta tomon ichki burchaklar yig'indisi teng bo'lsa, demak, uch burchaklar ham o'xshash. Keyin uch burchak A, B, K uch burchak bilan demak, A, B, K bilan A, C, D uch burchak o'xshash. Shunga e'tibor beramiz, mana shu teoremalarda aksariyatida mana Mendeleyev bo'ladimi, Cheva teoremasida o'xshashliklar, uch burchaklarning o'xshashliklaridan. Shuning uchun shu usulda o'rganib olinglar. Ichki burchaklarini to'g'rilab olsak, uch burchaklar o'xshash deya olamiz. Demak, mana ikkita o'xshashlikdan foydalanamiz. Endi mana bu birinchi o'xshashlikdan qanaqa nisbat olinadi? AD ning AC ga nisbati. Ya'ni nega? AD tomon qani? AD tomon beta plus gammaning qarshisida, beta plus gammaning qarshisida esa bu AC. To'g'ri? Endi DK ni
Demak, fi burchak qarshisida, bu yoqdagi fi burchak qarshisida BS. Tushundingizmi? Demak, bundan nimani yozib olsak bo'ladi? A ni ko'paytirilgan BS, A si ko'paytirilgan DK. Tushundingizmi? Mana qarab ko'rsak. Demak, endi ikkinchi o'xshashlikdan nima nisbatlarni olamiz? mana uch burchak uchun ABni, ya'ni 180 minus beta plus gamma burchak qarshisidagi ABni, demak, mana bu uch burchakdan foydalanamiz. Mana ikkalasi yig'indisi gamma, bu beta va mana bu 180 minus mana burchak 180 minus mana fi mana gamma bu beta 180 minus beta plus gamma. Demak, mana burchak bilan mana burchak teng ekan. Demak, ABni ASga nisbati bo'ladi. Chunki mana burchak bilan bu burchak teng. ASga nisbati. Endi BKni mana BK esa bu yerda gamma burchak qarshisida. Endi bu yerda gamma burchak qarshisi mana bu C deb bo'ladi. Demak, bu yerdan nima keladi? AB ko'paytirilgan C ni teng bo'lar ekan AC ko'paytirilgan BK. Mana shu ikkalasini qo'shib olsak, nima hosil bo'ladi? AD ko'paytirilgan BC qo'shilgan AB ko'paytirilgan CD teng AC qavsdan tashqari chiqarib olsak DK plus BK. Demak, buning o'zi ham AC ko'paytirilgan DK ni BK ga qo'shsak BD ni beradi. BD. Demak, teorema isbotlandi mana. AD ni BC ga ko'paytmasi, AD ni BC ko'paytmasi qo'shilgan AB ning BCD ga ko'paytmasiga u esa teng bo'ladi AC ning BD ga ko'paytmasi. Demak, teorema isbotlandi hammaga.